Assalomu alaykum. Ushbu e'lonimiz videosi Chilonzor 16 da joylashgan bir xonali kvartira 2 xonaga aylantirilgan. Video davomida qanday qilib 2 xonaga aylantirilganini o'zingiz ko'rasiz. Ushbu ko'rayotganingiz vanna, ya'ni o'zi uchun yashash uchun qilingandek mehr bilan qilingan. Bu esa hojatxona. Ikkinchi qavatda joylashgan azizlar, bu zal. Bilmaganlar uchun ma'lumot, Chilonzor 16-kvartal bu Chilonzor metroni kvartali hisoblanadi. Demak, bu zal azizlar. Mana bu esa balkon. Balkonni kattaligi 1,5 ga 3 gaz chiqazilgan. Ushbu kvartira bahosi 678 million, bu 56.500. Gazli plita balkonga chiqazilganiga oshxona yotoqxonaga aylantirilgan. Qiziqqanlar Telegramdan yozing.